Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men navbatdagi ishlarimizni ham tugatib oldik inshaalloh. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga qo'yib berdik bu ishlarimizni. Xo'p, bu yerimizga rom qo'yib berganmiz. Tepaga 3 ta, pastga 3 ta. Xo'p, pastdagi romlarimiz 1 10 ga 2 35. Bunaqadan 3 ta. Bularimizni 2 qavat oyna qilib berganmiz. Seriya oynaga oq paket qilib berganmiz. Xohlasa yaxshi 2 ko'z qilib bir tomondan ochib berganmiz. Tagini bo'lib qo'yganimiz hisobiga orqasida anaqa bor. Parovoy radiator mashinaga tegmasligi uchun. Xo'p, bu pastdagi uchala romimiz ham bir xil. Chekada ham bitta romimiz bor mana. Eshikning yonida. Xo'p, eshigimiz 1.60 ga 2.35 bo'lgan. Buni eshigimizga splashnoy oyna qilganmiz. Oynalarni kalyonli oyna yasab berganmiz, birlik. Uyda egasi kalyonli yasab bering deganiga zakasiga qarab qilib berdik. Xo'p, bu yerga 3 ko'zlik qilib berdik eshigimizni. Uydaga shunaqa o'zi aytdi, shunaqa 3 ko'z qilib bering dedi. Talabiga qarab qilib berdik. Xo'p, endi ichkaridan ko'rinishlari. Eshigimizni kalyonli kuydirilgan oynaning ko'rinishi. Ikkala ko'zini bir xil qilib berganmiz. Xo'p, romlarimiz asha bir tomon ochib berganmiz. Aylanishlik uchun. Aytganimdek parovoy bor. Xohlasa ochilib yopishlari ham go'zal holatda bo'ldi. Ichkaridan tashqari ko'rinishi akalar seriya oyna qilsa qorong'u qolmaydim deganlar uchun. Xohlasa akamiz ham o'zi usta ekan, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarini o'zi qilyapti. Ammo ikki etajli qilib chiroyli proyekt bilan sotdi. Xo'p, orqalariga portchkalar qo'yib berganmiz. Portchka, orqaga 3 ta portchka, mochakaga bitta rom qo'yib berganmiz pastimizda. Bu romimizga podovniklarni qo'yganmiz. Tepadan bitta portchka ochib berganmiz havo aylanishligi uchun. Ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa bularni ochilib yopilishi ham zo'r. Xo'p, tepaga eshik qo'yib berganmiz, tepaga ham bitta 2 qanotli. Xo'p, akalar tepaga 3 ta portchkalar qo'yib berganmiz. Ularimiz razmeri 1 metrga, bu yog'i 60 bo'lgan. Bu yerga balkon profildan eshik qo'yib berganmiz, 2 qanotli. Pastlarini ham oyna yasab berganmiz. Xudo xolasa chakalariga bir ahamiyat berib qo'yasizlar. Bunaqa ochilib qoladigan narsa yo'q. Akalar xudo xolasa chakallarni ham iloji boricha imkon qadar chiroyli qilib keltirib qatiramiz. Xo'p, ichkari yo'paraga 2 ta portchka qo'yib berganmiz. Ichkari bilan tashqariga. Xo'p, bu yog'imiz mana 3 ta romimiz yana. Bularimiz bo'y past, bularimiz 2.10 bo'y. Pastiki 2.35 edi. Bularni ham tagini bo'lib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana 2 etajli uy solayotgan akalarimiz romini qanaqa qilsamikin deganlar uchun mana akalar sizlarga tayyor loyiha, biznes. Xudo xolasa mana shunaqa qilib qilsak ham bo'laverar ekan. Bu fasonni ham uyda egasi o'zi aytdi, shunaqa qilib berasiz dedi. Bo'pti deb qilib berdik akalar. O'zimiz boshqacha qilaylik degan maqsadda boshqa fikrlarni aytdik. Uydagilarga o'zi tanlov mashina qildi, mashinaga qarab qilib berdik. Xo'p. Bu tomonda mana portchkamiz bor. Akamiz ham xudo xolasa mana chiroyli qilib 2 etajli qilib yusagan ekan, xudo xolasa chiroyli chiqqan ekan. Aynalar 2 qavat bo'lgan. Narigida ham 2 qavat oyna bo'lgan, oq qo'ygan. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa endi mana yerga zina qilinar ekan endi. Zinani o'rni qo'yilgan ekan, endi qo'yilar ekan u narsa ham. Xo'p, akalar, bularimiz narx-navosini aytadigan bo'lsak, xudo xolasa endi narx-navosi mana shu yerda jamiki ko'rgan ishlar hammasi 21 millionga to'xtadi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa sizlarning ishlarni ham chiroyli qilib bitirib o'rnatib beramiz akalar. Hammanglarga rahmat.